Sheribodli. Tentra katta bo'lib tugadi. Cobalt nomer 1. Men o'zim o'ylashim bo'yicha O'zbekiston bo'ylab Chevrolet'li bo'yicha Cobaltga men tan beraman. Sizlarga bitta yangiligim bor. Bu yoqqa kelasizlar, bu joyi nomi Tash Avto Center. Bu yoqqa kelasizlar, taxminan 3 soat vaqtinglarni olamiz. Boshlanish to'lov 48 milliondan boshlanadi. Zato oyma-oy 3 million 360 mingdan sizlarga interesnami? Unaqa narx hech qayerda yo'q. Tash Avto Centerga men tan beraman prosta. Kelasizlar, bitta pasport bilan o'zingizlarning nomingizga rasmiylashtirib olib chiqib turasizlar. Agar sizlarga bitta yangiligim bor. Cobaltdan zo'ri deganlarga kommentariyada men sizlarni o'zim kutib qolaman. Kimda qanaqa mashinalar bor ekan. Shu videoni maksimal darajada Cobaltchilarga tashlab qo'yamiz. Rahmat. Pastki nomerlarga telefon qo'yinglar, butun ma'lumotni ham berishadi. Bosgandan bosish kerak ekan.